masalan men ozish marafonimda qanaqa ishlayman? Ayollarimizga faqat ratsion tuzib berib, mana shunaqa ovqatlanasizlar, bo'ldi, shunda ozasizlar demayman. 30 kun davomida umumiy darsliklar berib boraman. Nimani qaysi paytda yesa nima bo'ladi, nima oqsilga kiradi, nima uglevodga kiradi. Mana hammasini to'liq tushuntirib berishga harakat qilamanki, ozish marafonidan keyin ham ular ozishda davom etadi. Demak, hozir gapingizdan tushib, siz faqat qaysi mahsulotni qachon yesa ma'qulroq, qachon yeganda zarari ko'p. Bu ongli parhez ekan. Xuddi shunaqa. Balanslangan ovqatlanish, ongli parhez, xuddi shunaqa. Ongli parhez, ya'ni men bilaman, masalan, mana shu menga zarar. Hozir ertalab yesam, tushlikka qadar yesam unchalik emas, lekin 6 dan keyin yesam zarari ko'proq. Demak, yeydigan bo'lsam, ozgina va o'zini vaqtida yeyish. Vaqtida. Men masalan shu mahsulotni tarkibi, nima uchun bu sizni semirtirishi, hammasini tushuntirib berganimdan keyin o'zidan shu mahsulotga qaraganingizda meni gaplarim esingizga tushadi. Va bemalol o'zingiz deya olasiz. Xurshida borib o'sha yerda turgan bo'ladi, o'sha mahsulotga qaraganda.